Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan beton quyilganda yoriq paydo bo'lishi va nima sababdan paydo bo'lishi va qanday bartaraf qilish haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda naveska beton quyilgan, yerda tagi yumshoq bo'lgan, podushkasiz quymas, podushka qismi quyilmasdan beton quyilgan. Shuni hisobiga beton yorilgan. Birinchi sababi, ikkinchi sababiga keladigan bo'lsak, beton ichiga tosh tashalgan. Har xil beton go'sht, xom pishgan go'sht, shunga o'xshagan narsalar tashlab quyib qo'ygan, shuning sababdan yoriq paydo bo'lgan. Uchinchi sababiga keladigan bo'lsak, armatura hech qanday armatura, temir, armatura karkaslar tashlamagan. Shuning hisobiga betonlarimizda yoriq paydo bo'lib qolgan. To'rtinchi sababiga keladigan bo'lsak, yozda quyilgan betonlar o'zingizlar bilasizlar, tez qurib ketadi. Ovqat baland olovda kuyib ketgan singari beton tez qurib ketgan hisobiga namgachiligi yetmasdan beton mort bo'lib qoladi, shuning hisobiga yoriqlar paydo bo'lib qoladi. Endi bu yoriqni biz boshqa quyish kerakmi degan savol tug'iladi. Yo'q. Endi rasxod bo'ladi, agar biz boshqa qiladigan bo'lsa, shuni hisobiga endi yechim qilamiz. Har 2 metrgami, 3 metrgami iloj boricha ko'proqqa 1,5 metrgami imkoniyatidan kelib chiqib, yumroq hozir o'xshatib teshib olinadi. Shu yarmachalarga beton ustiga 5 sm chiqarib beton quyib qo'yamiz. Xudo xolasa, shu bilan betonni buzish shart emas, bemalol xizmat qilaveradi. Yana ancha xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Xo'p, video yoqqan bo'lsa do'stlar, bittadan like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Savollar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Kanalda juda ham ko'p foydali videolar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoda albatta do'stlar bilan ulashib qo'ying. Barchalarga rahmat.